Iqtidor biologiya 48-savol. ATF masalasi. Ikki molekula sut kislota parchalanganda 36 ta ATF chiqadi. Ya'ni 3-bosqichga to'g'ri keladi. Bitta ATFimiz 40 kilojol bo'lsa, 36 ta ATFimiz 1440 bo'ladi. Masala shartida 5 mol sut kislota parchalansa qancha ATF da energiya to'planadi degan. 5 ni 1440 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 3600 bo'ladi. Javob A variant. 49 o'z to'planadigan energiyamiz 1440 bo'ladi. Uchinchi bosqichda issiqlik sifatidagi esa 1160 bo'ladi. Mana bularga o'xshab ketadi. Hozir bularga qaytamiz. 2 mol sut kislota parchalanganda 1440 kilojol ATF da to'planadi. 6 mol sut kislota parchalansa 4320 bo'ladi. 6 ni 1440 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. B variant. 50 ta 2 mol sut kislota parchalanganda 1440 to'plansa 7 molda 5240 bo'ladi. 5040 bo'ladi. Javob C variant. 51. 2 mol sut kislotadan 1440 bo'lsa, masala sharti 4 bo'ladigan bo'lsa, 2880 bo'ladi. Javob D variant. 52 da esa issiqlik sifati tarqalgani. Demak, 2 mol sut kislota bo'lganda, ya'ni 3-bosqich mitoxondriya haqida gap ketyapti. Ya'ni sut kislotaning parchalanishi 1160 kilojol issiqlik sifatida tarqaladi. Masala shartida 2 mol berilgan, 1160 bo'ladi. 53 da 2 mol sut kislota parchalanganda 1160 kilojol issiqlik sifatida tarqalar edi. 7 mol sut kislota parchalanganda 7 ni 1160 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, 4060 kilojol energiya issiqlik sifatida tarqaladi. C javob. 54 2 molida 1160 issiq sifatida tarqalsa, masala shartida 5 molda 2900 bo'ladi. B javob. 55 2 mol sut kislota parchalanganda 1160 issiqlik sifatida tarqalsa, 3 molida esa 1740 bo'ladi. 3 ni 1160 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Javob A variant. 56 glyukoza to'liq va to'liqsiz parchalangan. Demak, 8800 kilojol energiya ajratilgan bo'lsa, 1 mol glyukoza parchalanganda 2800 bo'lardi. 2800 bo'ladigan bo'lsa, bo'lsak 3 chiqadi. Mana shu yerda tengdan keyin 0, 5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ketaveradi. Agar 3,1, 2, 3, 4 gacha parchalansa, butun chiqsa, 3 mol glyukoza to'liq parchalandi deb ketamiz. Agar 3,6, 7, 8, 9, 3 shular parchalansa, 3,6, 3,5 mol glyukoza parchalandi deymiz. Glyukoza to'liq parchalanish uchun yarim, 1, 1, 1,5, 2, 2,5 shunday ketaveradi. Hech qachon 2,6, 2,3 to'liq parchalandi degan narsa yo'q. Demak, 8800 2800 ga bo'lsak 3,16 mi nechadir chiqadi. Demak, 3 mol to'liq parchalangan ekan. 3 ni 2800 ga ko'paytirsak 8400 ketadi. Bu 8800 edi. 8800 ni 8400 ga ayiradigan bo'lsak 400 kilojol qoladi. Bu ikkinchi bosqich uchun. Chala parchalanish uchun. Chalada 200 kilojol bo'ladigan bo'lsa, 2 mol chala bo'ladi, 3 mol to'liq bo'ladi. Jami 5 mol bo'ladi. 56 da aytilgan necha foiz glyukoza to'liq parchalangan degan. Demak, 5 imiz 100% bo'lsa, to'liq parchalangani 3 mol edi. X bo'lsa 60% bo'ladi. 57 necha foiz glyukoza chala parchalangan degan. 5 molimiz 100% bo'ladigan bo'lsa, 2 molimiz chala edi. X 40% bo'ladi. Javob B variant. 58 ga necha foiz glyukoza chala necha mol glyukoza to'liq parchalangan degan. To'liq parchalangan 3 mol bo'ladi. Javob C variant. 59 ga necha mol glyukoza chala parchalangan degan. 2 mol glyukoza chala parchalangan. D variant bo'ladi. 60 to'liq parchalangan natijasi hosil bo'lgan ATF molekullari hisobi ATF molekullari miqdorini aniqlang. To'liq parchalanish 3 bo'ladigan bo'lsa, 1 mol glyukoza to'liq parchalanganda 38 ta ATF bo'lardi. 3 ni 38 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 114 bo'ladi. 61 chala parchalanishi hosil bo'lgan ATF. Chalada 2 mol bo'lsa, 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. 62
To'liq parchalanishda qancha suv hosil bo'ladi? To'liq parchalanish 3 edi. To'liq parchalanishda 44 ta suv hosil bo'lardi bir molida. 3 ni 44 ga ko'paytirsak 132 bo'ladi. B variant. Chala parchalanishda qancha suv hosil bo'ladi? 1 mol glyukoz chala parchalansa 2 ta suv hosil bo'ladi. 2 mol desa 4 bo'ladi. Javob D bo'ladi 63 ga. 64 glyukoza parchalanganda 206 ta ATF hosil bo'lgan. 206 ta ATF hosil bo'lgan bo'lsa, to'liq parchalangan glyukoza molekulasi hosil qilish uchun o'simlik 90 mol ATF sarflangan. Demak, bu yorug'lik bosqichi. 18 ta ATFdan 1 mol glyukoza hosil bo'ladi. Masala sharti 90 ta ATFdan esa 1 ni 90 ga ko'paytirib 18 ga bo'lsak 5 chiqadi. Mana shu to'la glyukozani hosil qilgan deyapti. Demak, 5 mol glyukozamiz to'liq parchalangan ekan. O'zi jami 206 ta ATF bor edi. To'liq parchalansa 38 bo'lsa 5 ni 38 ga ko'paytirsak 190 bo'ladi. 206 dan 190 ni ayiradigan bo'lsak 16 mol ATF bo'ladi. Chala parchalanishda 2 ta ATF edi. 16 ni 2 ga bo'lsak 8 mol glyukoza chala parchalangan, 5 mol glyukoza esa to'liq parchalangan bo'ladi. 64 ta necha mol glyukoza parchalangan degan jami 5 ga 8 ni qo'shsak 13 mol glyukoza parchalangan. 64 ga B. 65 ta necha mol glyukoza to'la parchalangan? 5 mol glyukoza bo'ladi. D javob bo'ladi. 66 da necha mol glyukoza chala parchalangan deyapti. Chala parchalangan 8 mol bo'ladi. 66 ga A variant bo'ladi. 67 da necha mol ATF anaerob sharoitda hosil bo'ladi? Anaerob degani o'zi jami nechta glyukoza parchalangan bo'lsa, shuncha anaerob bo'ladi. 5 mol to'liq edi, 8 mol chala. Ikkalasida ham anaerob bor. Demak, anaerob sharoitda 2 ta ATF hosil bo'lsa, 13 ni 2 ga ko'paytirsak 26 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. 68 necha mol ATF aerob sharoitda hosil bo'ladi? Aerob sharoit esa to'liqda bo'ladi. To'liq 5 bo'ladigan bo'lsa, 5 mol glyukoza aerob sharoitda parchalangan. 3-bosqichda, ya'ni mitoxondriyada 36 ta ATF bo'lsa, 5 ni 36 ga ko'paytirsak 180 bo'ladi. Javob D variant. 69 da to'liq parchalangan glyukoza molekularini hosil qilish uchun xloroplastda sarflangan ATF. Demak, 18 ta ATFdan 1 mol glyukoza bo'lsa, 5 mol to'liq parchalangandan esa 90 ta ATF bo'ladi. 69 ga javob A variant bo'ladi. 70 chala parchalangan glyukozani hosil qilish uchun xloroplastda qancha ATF? Demak, 18 ta ATF bo'lganda 1 mol glyukoza bo'ladi. Chala parchalanishi 8 edi. 8 bo'lsa x 8 18 ko'paytirib 1 ga bo'lsak 144 bo'ladi. 70 ga B javob bo'ladi. 71 ga jami glyukozani hosil qilish uchun degan. 18 ga 1 bo'lsa, jami glyukozamiz 13 edi. 13 ni 18 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak 234 ta ATF bo'ladi xloroplastlarda. Javob C variant bo'ladi. 72 to'liq parchalanganda nechta suv hosil bo'ladi degan. 224 ta bo'ladi. 1 molda 44 bo'lsa, 5 da esa 244 bo'ladi. 220 bo'ladi 72 ga. B variant ekan. 73 chala parchalangan nechta ATF hosil bo'ladi? Chala parchalangan 8 mol edi. Nechta suv hosil bo'ladi? 1 molda 2 ta suv bo'lsa, 8 mol chala desa 16 ta suv bo'ladi. A variant. Jami suvlar qancha deyapti? 220 ga 16 ni qo'shsak 236 ta suv bo'ladi.